Assalomu alaykum do'stlarim, obunachilarim. Biz bugun sizlar bilan shirin va mazali bo'lgan salatimizni tayyorlaymiz. Mana shu ekraningizda ko'rib turgan reseptlarimizdan. Men bu yerda kolbasa ishlatdim va nondan foydalandim. Yoqda qovurib oldim kolbasa bilan nonimizni va ketma-ketlikda hammasini miskaga joyladim. Okroplar va salat barglarini solib, perchatkalar bilan albatta yaxshilab qo'limiz bilan aralashtiramiz. Me'yoriga keltirib, qo'l bilan aralashtirgan ma'qul. Bunga hammasiga mayonez aralashtirmaymiz. Kerakligini tarelkalarimizga solib, mayonez aralashtirib iste'mol qilamiz do'stlar. Qolganlarni xolodilnikka solib qo'ysangiz aynimaydi. Kerakligicha iste'mol qilib, mayonez aralashtirib yeymiz do'stlar. Iste'mol qilamiz. Mana shunday ajoyib va shirin mazali salatimiz tayyor do'stlar.